Soch to'kilishini to'xtatish uchun sinalgan usullar. Soch to'kilishini kamaytirish uchun avval sababni aniqlash muhim. Eng ko'p uchraydigan sabablar: stress, vitaminlar yetishmasligi, noto'g'ri ovqatlanish, gormonal muammo, uyqusizlik, tez fen, bo'yoq ishlatish va irsiyat. Eng asosiysi ovqatlanishga e'tibor qaratish lozim. Oqartirilmagan oqsil, tuxum, baliq, go'sht, loviya, jigar, ismaloq, yong'oq, omega 3, baliq yog'i, zig'ir urug'i, ko'proq suv ichish muhim. Ko'pincha biotin, D vitamini, temir, sink vitaminlarini shifokor tavsiyasi bilan analiz topshirgandan so'ng qabul qilish yaxshiroq hisoblanadi. Uy sharoitida foydalanish usullari: haftasiga 2-3 marta bosh terisini massaj qilish, rozmarin yog'i yoki kastor yog'ini surtish, juda issiq suvda yuvmaslik, qattiq shampunlardan voz kechish zarur. Nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Har kuni fen ishlatish, sochni qattiq bog'lash, stress va kam uyqu, tez ozish diyetalarni qilmaslik muhim. Agar sizda kuchli to'kilish yuz bersa, peshona ochilib borayotgan bo'lsa, soch tutam tussa, boshda kal joylar paydo bo'lsa, unda dermatolog yoki trixologga murojaat qilish kerak. Tabiiy usullar bilan bir haftada emas, odatda 2-3 oy ichida natija bilinadi.